رسول الله حبيب الله نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Allah'ın rahmetinden qoğlanğan şeytanın azdırıp ketişinden Allah'a sığınıp panah talep qılman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Sizlar bizni bütün kainatni yaratgan, sizlar bizni dünya və ahiretlik nicatlik yolu bolğan, haq dini İslam diniga hidayet qılğan, qudratlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlar bolsun. Alemlerge rahmet kılıp evatilgen Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesine, Cenab-ı Resulullah olan birge dinni yetkiziş yolunda hiç gündüz armay talmay, iş nersini ayımay cihat kılgan barlık sahabalığa. Onların yolunda izcil kıyamet günü kadar davamlaşıp mangan, barlık mümin, Müslüman buradarlarga Allah'ın rahmeti ve selamı olsun. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Biz davamlaştırıp kelayotgan Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarihi hakkındaki sirat, yine Rahiqil Maktum dersimizin davamını davamlaştırış için biz bu dersxonaga yig'ildik. Bugünkü Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarihinden okuyduğun dersimizin temisi Cenab-ı Resulullah'ın Mekke hayatının ikinci baskıcı olan davetini aşkar etip beriş şu dersine geldik. El-merhalatu saniye el-da'vetu ceharan evvelu emrin bi-izhari da've ikinci baskıç. Mana bu davetni aşkara etip beriş. Yani davetni məxfi etip berişdən ibaret 3 yıllık hayat tarihi tügep, yani 3 yıldan keyin bu davetni cemiyet sahnesiga aşkara etip çıkış. Mana davetni aşkara o'ttirib qo'yish haqidagi tunji buyruq. Mana bu qarindoshlik, hamkorlik üstüde turduğun müminlerden bir bölük cemaat teşkillendi. Bu cemaat peygamberlik vazifesini yetkizüş yükünü öz üstüge alırdı. Hem bu peygamberlik vazifesini öz ornuda muqim unutuş, kudret tapqızış yükünü öz üstüge alıdığan qarindoshlik, hamkorlik üstüge qurulgan müminlerden bir bölük cemaatle teşkillenipti. Cenab-ı Resulullah'a davetini aşkara ilan qilish. Batılga yaxshilik bilan, yaxshi usul bilan qarshi turish vazifasini yuklab vahiy tushdi. Mana mush to'g'ri tushgan tunji vahiy Alloh taolaning anzir ashiratikal aqrabin Sura Shura'nın 214-oyat. Senin yakın el cemaatlerine Allah'ın azabından agahlandırıp degan bu ayet düştü. Mana birinci olup Musa aleyhisselamның peygamberlik vazifesinden başlanıp Musa aleyhisselamның Bani İsrail bilan hicret kılğanğa kadar bo'lgan tarihi. Hem ularning Firavunning qavmidan qutulish qissalari tarihi. Hem Firavun bilan birlikte onun qo'shinlari, onun ailesining g'arq bo'lishi. Qatorliq qissalar, tarixlar tilga aylangan bir siyaqda so'rilib kelishdi keldi bu oyat. Hem bu qissa Musa aleyhisselam Firavunning qavmini Alloh tarafga da'vat etib berish orlig'ida esib o'tgan barliq bosqichlarni o'z ichiga olgan bu tarix.
Xuddi bu tarixiy tafsilotlar bu Cenab-ı Resulullah'ın davetini Allah tarafı aşkara, yani Allah tarafı elip verildiğin davetini aşkara oturup kuyuş kıvagan buyruk bilen birlikte keltirilgende keltirildi. Nimişka degende Cenab-ı Resulullah'ın aldıda, Cenab-ı Resulullah'ın sahabalarının köz aldıda. Ola davetini aşkara oturup koyuğa vaxtıda, ola uçuraydıgan kişiler tarafındaki karşılıklar, kişiler tarafından inkar kılış, tekzip kılış ve kişiler tarafından kıyın kıstakka erişten ibaret bu azar külfetler için bir misal, bir örnek buluş için. Hem ola 5 işiden tatip özlerinin kılıvatkan bu işiden bir hüccet, paket, bir anlık akıl parasat üstüde buluş için bu vazir aşiretekel akrabin degan bu ayet Musa aleyhisselam'ınki kıssa vakalikininki sürülüp kelişide birlikte kelgan. Yana bir taraftan bu sure peygamberlerini yalganga chiqargan, peygamberlerini inkar qilguvchilarninki oqibat ahvolini o'z ichiga oladi. Nuh aleyhisselam kavmi, Ad ve Samud kavimlere, İbrahim aleyhisselam kavmi, Lut aleyhisselam kavmi ve Ashabul Eyk, yine Eyk ilgilere. Yani muşu tilga alingan Firavun'un kavimlerinin işinden başka vakalik tarihinden başka muşlarınki akıbat ahvalını öz içine alır bu sure. Mana muşu peygamberliğine itiraf kılmay, onu inkar kılış bilen, tekzip kılış bilen doğan kişiler özlerinin işinin akıbatını biliş. Xuddi ola uçurgan Allah'ın qattiq tutuş, qattiq bastırış cazalışını biliveriş için. Eğer ola bu peygamberini inkar kılış üstüne davamlasa. Müminler bu en yaxşı akıbat özleri için buludğanlığını. Bu peygamberlerini inkar kılgan, peygamberge karşı çıkan kişiler için bulmaydıqanlığını biliveriş için muşu vakaliklerini oturuq koygan. Yani bu İslam daveti Cenab-ı Resulullah'ın yakın uruk tuqqanları içinde. Allah'ın elçisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün yakın el cemaatleri olgan Beni Haşim'ni çağırdı. Muşu ayet düşkenden ki. Mana o Beni Haşim cemaatleri geldi. Ola bilen birlikte Benil Muttalib ibn Abdümennab cemaatinden bir bölük kişiler var. Ola 45 adam idi. Mana Cenab-ı Resulullah sözlemekçi boğa vaktiniz Cenab-ı Resulullah'ın kışık Ebu Leheb diyen bedbaq nayda tiz berip dedi ki o şula senin tağılların. Senin tağıllarının oğulları. Sen olağı sözle. Ata boğuzunun diniden çıkanlarını koyup koy. Sen şunu bilip koyun. Senin kavmininki Araplı pütkül Araplarga takabul doğuda gücü yok, takti yok. Aldı bilen seni tutuşka, seni ep yetişke en haklı boğan kişi ben. Sana senin boğullarınınki evlatları bu sana yeterlik bulunur. Eğer sen enin üstünü duravatkan bu İslam'a karşı ben tutsam, ben o senin yakınlarına sana Kureyş aymakları sana sekirap kopuş ve olanın özgü Araplar kol uzatıştın ulağı sal asarak oldu. Sana ben yalnız karşı çıkıp oturuğa çıksam, bana o senin tağıllarının cemaatleri olan bu Kureyşliklerin sana sekirap kopuşu hem olanın özgü Araplarının kol uzatışından sal asarak toktaydı. Ben özünün tağıllarının ballarına karşı
sen kelgan narsadanmi eskiroq bir narsa bilan kelgan bir odamni ko'rib boqmadingmi? dedi. Janob Rasululloh jim turdi. Mana bu yig'ilishda Rasululloh hech qanday gap so'z qilmadi. Janob Rasululloh ularni ikkinchi qatim chaqirdi. Dedi Janob Rasululloh: "Alhamdulillah, ahmaduhu va asta'inuhu va uminu bihi va atawakkalu alayhi va ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah." Allohga cheksiz hamdlar bo'lsin. Allohga hamd aytaman, Allohdan yordam talab qilaman. Allohga ishonaman, Allohga tavakkul qilaman. Kainat ichida yakka yegona Allohdan boshqa hech qanday ibodat qilishga loyiq bo'lgan qudratli bir zot yo'q. U Allohning sherigi yo'q. Buningga guvohlik beraman. Andan keyin dedi Janob Rasululloh: "Innar ra'ida la yakzibu ahlah." Cho'qim bir yo'lboshchi o'z oilasiga yolg'on so'zlamaydi. Alloh bilan qasamki, u Allohdan boshqa hech qanday ibodat qilishga loyiq bo'lgan ilahiy kuch yo'q. Cho'qim men Allohning xossatan sizlarga, ummatan butun insonlarga avatgan elchisidirman. Alloh bilan qasam, albatta sizlar o'lisizlar, qanday uxlagan bo'lsanglar, shu oltingda o'lisizlar. Sizlar qiyomat kuni o'lgandan keyin tirilib qopsizlar, sizlar uyqunglardan uyg'onganga o'xshash. Sizlar dunyoda qilgan qilmishinglar to'g'riliq hisob bersizlar. Cho'qim bu hisob berish mangulik jannat yoki mangulik davzax bo'ladi. dedi Abu Talib. Bizga sana yordam berish bu suyimlik yaxshi bo'lmaydi. Biz sana nasihat qilish uchun yuzlandik, oldimizni qilib keldik. Sening so'zingni yani biz sening nasihatingga oldida keldik. Hem sening so'zingni tasdiq qilishda eng qattiqroq, eng kuchli tasdiq qilish bo'ldiganlar biz bo'ldik. Aşu adamlar sening tağıllarining bolalari. Ularning hammasi bu yerga yig'ildi, to'plashdi. Menmi ularning biri. Lekin men sen yaxshi ko'radigan ishni qilishga eng tezroq, eng balduroq bag'uvchi kishi men. Famdi lima umirta bi. Sen nimaga buyurilgan bo'lsang, shu buyurilgan ishingni davomlashtir. Allah bilan qasam, men davomliq seni himoya qilaman, qo'g'dayman. Lekin mening jonim, mening ko'nglim menga Abdul Muttalibning dinidan ayrilishga yo'l qo'ymaydi dedi. Dedi Abu Lahab, "Mushu Alloh bilan qasam, bu bir eskilikning bisharati, bu bir eskilik. Onun qo'lini tutinglar. Sizlardan boshqani uni tutib ketishdan burun uning qo'lini tutinglar" dedi. Dedi Abu Talib, "Alloh bilan qasam, albatta biz uni qo'g'daymiz, biz hayotli bo'ladi ekanmiz" dedi. Janob Rasululloh Safat tag'ida. Janob Rasululloh Abi Talibning o'z himoyasiga oladiganlik ahdisiga ishongandan keyin o Rasululloh o'z Robbining risolatini, o'z Robbining vahiysini yetkazdi. Janob Rasululloh ma'lum bir kunsa Safatga chiqdi. Bu tog'ning cho'qqisidagi bir toshga chiqdi. Andan keyin Janob Rasululloh "Jarangliq ya sabaha" deb vaqirab to'ldi. Ders onundan atdigan sahar qo'ponglar, o'zingni qo'g'danglar degan bo'ldi. Mana bu bir qo'shinning hujum qilish yoki cho'ng bir kishiningki yuz berganligidan xabar beradigan ogohlantirish so'zi edi. Andan keyin Janob Rasululloh Quraysh aymoqlarini chaqirishga boshladi.
Hem ularni qabila chaqirdi. Ya bani Fihr, ya bani Adi, ya bani Fulan, ya bani Fulan, ya bani Abdumannab, ya bani Abdulmuttalib deb qabila chaqirishga boshladi. Ular Rasulullahning chaqirgan ovozini anglab deyishdi, bu to'g'ligan kim o deyishdi. Kishilar tarafidan Muhammad deyishdi, kishilar Rasulullahning qishig'i oldirab bordi. Hattoki bir odam Rasulullahning qishig'i chiqishga qodir bo'lolmasa, o kim o? Hem o Rasulullah nima demoqchi ekan, buni bilib baqish uchun elchi avatdi. Abu Lahab va Qurayshlar keldi. Ularning hammasi bir yerga to'plashibdi. Dedi Janob Rasulullah: "Ara'aytakum law akhbartukum anna khaylan bil wadi bisabbi hazal jabal turidu an tughira alaykum akuntum musaddiquna." Akuntum musaddiqiyya. O'zingning fikrini tapaqinglar, o'zingning qarshinglarni tapaqinglar. Men sizlarga mush tog'ning bag'ridagi mush chilg'ida bir otliq qo'shin bor. O sizlarga hujum qilmoqchi desam, meni tasdiq qilamsizlar, tasdiq qilmamsizlar. Meni rost so'zlar o'tidi demsizlar yo unda demamsizlar. O'zingning fikringlarni tapaqinglar. Dedi ularning hammasi na'am. Shunday biz tasdiq qilamiz. Ma jaribna alayka kazban, ma jaribna alayka illa sidqan. Biz hozirga qadar sana bir yolg'onchilikni tajriba qilib ko'rib boqmadik. Faqat sen rostchilikni tajriba qilib ko'rdik, tasdiq qilamiz dedi. Dedi Janob Rasululloh: "Fa inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid. Innama mathali va mathalukum kamathali rajulin ra'al aduwa fantalaqa yarba'u ahla." Çoxum men sizlarni qattiq bir azobning oldidan ogohlantirman. Faqat mening misolim sizlarning misolinglar. Bir odamning misoliga o'xshashga dushmanni ko'rdi. Ondan o'z oilasiga nazar tashlab, o'z oilasiga unda nazar sag'ila mangan kishiga o'xshaydi. Yatatalla'u va yanzuru lahum min makanin murtafi'in li'alla yadhamahumul adu. Mana igiz o'rindan o oilasiga manda nazar tashlagan, ko'z yugurtgan, ularning o'zini dushman tuyuqsiz bostirib kelmaslik uchun anda o'z oilasiga nazar tashlagan, ashundaq dushmanni ko'rgan bir odamning misoliga o'xshayman. Ondan bu odam bu dushmanlarning o oilasiga ya o'zidan ilgari berib, oilasini bostirib ketishdan qo'rqdi, ansirdi. Ondan ya sabaha deb to'lashga boshladi. Mana musha odamning misoliga o'xshayman. Ondan Rasululloh ularni haqqa chaqirdi. Ularni Allohning azobidan ogohlantirdi. Bu ogohlantirishni xossatan qildi, ammatan qildi. Dedi Janob Rasululloh: "Ya ma'shara Quraysh, ishtaraw anfusakum minalloh, anqizu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum minallahi darra va la naf'a, va la ughni ankum minallahi shay'a." Ey Qurayshlar guruhi, sizlar o'zinglarni Allohning azobidan qutuldiringlar, saqlab qolinglar. O'z joninglarni tavzaq azobidan qutqizinglar. Cho'qim men sizlarga Allohdan ne ziyon ne foydaga ega bo'lmayman. Sizlardan Allohdan hech narsaga orttira olmayman, hech narsaga asqatmayman. O'z o'zinglarni qutqizishinglar kerak. Ey bani Ka'b ibn Lu'ay, o'zinglarni tavzaqdan qutqizinglar. Cho'qim men sizlar uchun ne ziyon ne foydaga ega emas. Ey bani Murrat ibn Ka'b, o'zinglarni tavzaqdan qutqizinglar. Ey bani Qusay guruhi, o'z o'zinglarni tavzaqdan qutqizinglar. Cho'qim men sizlarga biror ziyonga, biror manfaatga ega bo'lmayman. Ey bani Abdumannab guruhi, o'z o'zinglarni tavzaqdan qutqizinglar. Cho'qim men sizlarga Allohdan ne ziyon ne foydaga ega bo'lmayman. Va la ughni ankum minallahi shay'a. Sizlardan Allohdan hech narsaga asqatmayman, hech narsaga orttira olmayman.
Ey Beni Abdüşşems, ceninglarni davzaqdan qutqizib qolinglar. Ey Beni Hashim jamiyati, ceninglarni davzaqdan qutqizib qolinglar. Ey Beni Abdul Muttolib guruhi, o'zinglarni davzaqdan qutqizib qolinglar. Sizlarga ne ziyon, ne foydaga ega bo'lolmayman. Sizlarni Allohning hech narsaga asqatmayman, orttirolmayman. Saluni min mali, ma shi'tum. Mening iqtisodiy mulkimdan Xoliqning so'ranglar, men uni beray. Ammo sizlarga Allohning hech narsaga ega bo'lolmayman. Ey Abbos ibn Abdul Muttolib, men sendan Allohning hech narsaga ega bo'lolmayman, hech narsaga orttirolmayman. Ey Resulullah'ın tağacısı Abdul Muttolib'nin kızı Safiye, ben senden Allah'ın hiç nesine artıramayım. Ey Allah'ın elçisi Muhammed'nin kızı Fatime, İqtisat mülkümden Xoliqning so'ra, ben onu berey. Yüzünü devzaqdan qutqaz. Çoxum ben sana hiç qandaq ziyon, hiç qandaq foydaga ega bo'lolmayman. Senden Allah'ın hiç narsaga asqatmayman, hiç narsaga orttirolmayman. Lekin çoxum sizlar uchun bir urug' tuqqandochilik munosabatim bor. Mor urug' tuqqandochilik munosabat haqqi bo'yicha men bu urug' tuqqandochilik munosabatimni ulayman. Buni davomlashtirman degan. Mana bu ogohlantirish to'liq bo'lgan vaqtida kishilar taqaldi va bo'linib ketdi. Olardan qandaqdir biri Resulullahga qarshi bo'lgan biri inkas faaliyetler sözler tilga ilinmaydi. Fakat Ebu Lahab degan badbaxt Cenab-ı Resulullah'a eskilik bilan yüzüge yüzmü yüz bunda uduluşup eskilik bilan tut. Dedi bu badbaxt tabballaka sayiral yawm. Bugün günden keyinki qolgan kunlarning hammasi sana bir ziyankarlık bo'lsin dedi. Ali haza cemaatana. Sen muşnun için bizni çağırdın bizni bir yer topladın mı dedi. Ondan keyin tabbat ya da Abi Lahabi ve tabba degan bu sura tushdi. Mana mushu yuqori ovoz o bir eng yuksak bir yetkizish edi. Cenab-ı Resulullah yüzüge kişilerin en yakın bo'lgan kishilarga mush payg'ambarlikni tasdiq qilish, o yüzü bilan ularning o'ttirishdagi bir aloqa munosabat hayoti ekanligini yo'ritib o'tdi. Cho'g'im arablar eni asos qilib turayotgan bu yaqin urug' tuqqandochilik ta'assubiyati Alloh tarafdan kelgan bu ogohlantirishning qiziqlik haroratida bu erib tugab ketdi. Mana bu ovozning jaranglik sadolari Makkaning har qaysi taraflarida tavr. Mana bu ovozning jaranglik sadolari Makkaning hamma taraflarida yangraydi. Hattoki Alloh taolaning fasda bima tu'maru va arsanil mushrikin degan bu oyat tushdi. Sen buyurulğununu aşkar oturğu koy. Müşriklardan yüz öre. Degan ayet düştü. Cenab-ı Resulullah İslam qo'ygan davetinin o'zini müşriklarning yig'ilishlari, ularning yig'in so'rovlarida aşkar oturib qo'yib turdi. Ularga Allohning kitobini tilovat qilib o'qiydi. Hem Cenab-ı Resulullah ularga barliq payg'ambarlar o'z qavmiga degan so'zni deydi. Ya kavmi ibudullaha ma lakum min ilahin gayru. Ey kavm, Allah'a ibadet qilinglar. Allah'tan başka hech qanday ilahi kuch yo'q sizlarga deb barliq payg'ambarlar o'z qavmiga deb kelgan edi. Mushna Rasululloh dedi. Hem ularning ko'z oldida Cenab-ı Resulullah Allah'a ibadet qilishga boshladi. Cenab-ı Resulullah Kabe'nin saynasida uçuk aşkarı gündüzde namaz okuyordu. Kişilerin göz aldırdı. Cenab-ı Resulullah'ın daveti köplep kabulluğa erişti. Kişiler Allah'ın dinine berberler geldi. Onların ailesinin Müslüman bulmayan kişiler arasında bu öçmenlik, şiraklaşış, karşılaşışlar hasıl oldu.
Qurayshliklar aşının hammasidan bir xil yerginib o'zini tatdi. Hem o Qurayshliklarning bu ko'rgan bu Allohning diniga kirishni iborat bu faoliyatlarning o'zi Qurayshliklarga bir nachar ahvolni etkildi. Ko'ngilni xafa qilib qo'ydi. El-Meclisul İstişariyyu likafil Haccacı en-istima'id da'va. Mana da'vatga quloq solishdan hojilarni to'sish uchun bir kengash yig'ini chaqirildi. Mana mushkullarning orasida Qurayshliklarga yana bir ish eng muhim bo'ldi. O yeni bir ish olsun da'vat nashkar o'tirib qo'yish. Bu uzun qolmaylankim, faqatlankim bu haj mavsumi yaqinlashgan sonliq oy va kunlar kelib qoldi. Qurayshliklar shuni tunib yetdiki, endi Arabningki haj qilish uchun kelgan umaklari endi ularning qishig'a keladi. Ondan keyin bu Qurayshliklar shuni ko'rdiki, endi butkul arablar uchun ular deydigan bir so'zni bir yerga keltirib olish lozim edi. Muhammad alayhisolamning ahvoli haqida. Hattoki bo'lmaydi Rasulullohning da'vatining arablarning hujul bir ta'siri bo'lmasligi uchun. Ondan keyin ular Valid ibn Mughiraning qishig'a to'plashdi. Shu so'zda nayt ravon bo'lish uchun. Dedi ularga Valid ibn Mughira, sizlar bu Muhammad to'g'risida bir fikringizni birlikda o'tirib qo'yib baqingmi? Bu ixtiloflashmanglar. Sizlarning ba'zining so'zini yolg'onga chiqaradigan, sizlarning so'zinglar ba'zini rad qiladigan manda so'z bo'lmasin. Dedi bular, fa anta faqu. Sen de bakın. Biz o haqda deydigan bir fikrni turg'izib ber. Dedi bu Valid ibn Mughira, bal antum faqulu asma'u. Siz de bakın, sizning so'zingizni bir anglab bakay dedi. Dedi bular, deymiz biz kahin deymiz dedi. Dedi Valid ibn Mughira, la vallah. Allah bilan qasam o Muhammad kahin emas. Çoxum biz kahinlarni chiq ko'rgan. Bu Muhammad kahinlar to'pudimi emas. O Muhammadning o'tirib qo'ygani kahinninki mundaq kahinninki o qofilik so'zdirma emas. Dedi ular deymiz biz Majnun. Bu jinja bilib qolgan sarang deymiz dedi. Dedi Valid ibn Mughira, emas o sarang emas. Biz sarangnimi ko'rdik. Sarangnimi bilimiz. O Muhammad o sarangning bo'g'ilishidek unda bo'g'ilib qolmaydi. Hem o sarangninki mundaq haliqi ezib-tezib qolgan mundaq gap so'zlardek unda gap so'zdimi emas. O sarangninki har xil vasflari emas. Dedi ular deymiz biz shoir deymiz dedi. Dedi Valid ibn Mughira, o Muhammad shoir emas. Biz she'rning hammasini to'nadik. O she'rning qofiyalarini, o she'rning qofiyalarini, she'rning o so'zliklarini, ham o she'rning har xil turlarini aniki kangri qo'yib etib, sal siqibroq o'tirib qo'ydigan bundaq she'r qofiya turlarining hammasini biz bildik. O Muhammadning o'tirib qo'ygani she'r emas. Dedi ular deymiz biz sahir deymiz dedi. Dedi bu Valid ibn Mughira, o Muhammad sahir emas. Biz sehrgarlarni, ularning o'tirib qo'ygan sehrlarini ko'rdik. O Muhammad ulardek unda pülaydigan pülaşdim emas. Ya ularning ağamchilarini chigishtirdik, unda chigishdimi yo'q. Mana ular dedi, "Famane qulu, nima deymiz?" dedi. Dedi Valid ibn Mughira, "Vallahi Allah bilan qasam cho'qim albatta Muhammadning so'zi albatta tatliq. Cho'qim Muhammadning so'zida albatta kishilar jalb qiladigan bir halva. Çoğum o Muhammed'nin sözünün əslə bir sapaq üzüm. Onun şaxçılara əlbət çoğun bir bostallıq bağdır.
Sizlar bu gaplarning hech narsani demanglar. Faqat o Muhammadning so'zi batil deganligini tuninglar dedi. Dedi ular deymiz biz sahir deymiz dedi. Dedi Velid Mughira o Muhammad sahir emas. Biz sehrgarlarni, ularning sehri o'yinlarini ko'rdik. O Muhammad ularninkiga o'xshash aqib kuylaydigan, ham ularning og'amchiga mandaq bog'laydigan, mandaq bog'lash holatlarida emas. Dedi ular, "Famana qulu nima deymiz?" Dedi bu Velid Mughira Alloh bilan qasam, cho'qim o Muhammadning so'zi albatta bir shirin, tatliqdir. Cho'qim o Muhammadning so'zida albatta bir halva, kishilarni jalb qilish kuchi bor. Cho'qim o Muhammadning so'zining asli yildizi bir sapoq üzüm. Cho'qim o Muhammadning so'zininki shoxchilari albatta bir bog'i bo'stonliqdir. Sizlar bundan hech narsani deyishamiz. Faqatlanki o Muhammadning so'zi batil deb tonilganligidan boshqani demaysizlar. Cho'qim o Muhammad to'g'risidagi deyilgan eng yaqin so'z deysizlar, o Muhammad sahir deysizlar. Mana bu bir sihri so'z bilan keldi. Bu so'zi orqali dadabol o'tirusini, urug' tuqqan o'tirusini, ayol o'tirusini, yaqin al-jamatla o'tirusini ayiradigan sihri so'z bilan keldi deysizlar. Andaki mushu Velid Mughiraning qishidan mushu so'z orqali ular taqilib ketdi. Mushaq kelgan bir qism rivoyatlar shuni ifodalab berdi Velid Mughira ularga. O Velid Mughiraga to'g'ri qilingan narsaning hammasini rad qilgan vaqtida dedi ular, "Unda qilsa hech qanday quvoliq bo'lmagan, aniq bo'lgan bir fikringni bizga ko'rsatib deydi." Dedi Velid Mughira ularga, "Menga bir oz vaqt beringlar, fursat beringlar. Men bu to'g'risida o'ylanib olay" dedi. Davomli Velid Mughira o'ylanadi, tafakkur qiladi. Hattoki ularga bayon tilga aylangan, zikr qilingan o'zining fikrini oshkor o'tirib qo'ydi. Velid Mughira haqida Alloh subhanahu va taolo Muddassir surasidan 11-oyatdan 26-oyatgacha 16 oyatni tushirdi. Mana bu oyatning oralig'ida bu Velid Mughiraning qanday tafakkur qilganlik suratlari bor. Dedi Allah Teala innehu fekkara ve qaddara faqutila keyfe qaddara summa qutila keyfe qaddara summa nazara summa abasa ve basara summa adbara ve istekbar faqala in haza illa sihrun yu'sar in haza illa qavlul beşer. Çoğum o bedbaxt tefekkür qildi, o'ylandi. Manda faraz qilib mo'ljarladi. Andikin bu Allah'ın laneti olsun. Qandaq mo'ljarladi, qandaq faraz qildi. Andikin Allah'ın laneti olsun. Qandaq mo'ljarladi. Andikin bu nazar salib qaradi. Andikin chiroyini qapoqqa cho'llarini to'litdi. Andikin bu oldi kayniga minib do cho'ngchillik qildi. Dedi bu bedbaxt emas, bu faqatlanki kishilarga ta'sir ko'rsatiladigan sehrdir dedi. Emas bu faqat odamning so'zi dedi. Bana bu meclis shu qarorga birlikka kelgandan keyin ular shu qarorni ijro qilishga boshladi. Kishilar haji mavsumiga haji qilish uchun kelgan vaqtingizda kishilarning yo'llarida o'tadi. Ularning qishdan bir odam o'tmaydi, faqat assalom. Ular bu odamning o'zini Janob Rasulullohning ehtiyot qildi, ogohlantirdi. Hem ular Janob Rasulullohning ishini zikr qilib so'zladi. Ammo Janob Rasululloh kishilarga o kishilarning mang'an to'g'an o'rinlarigachilik agishib chiqdi. U gaz bozori, majannat, sil, majoz degan shu bozorlikchilik bor. Rasululloh ularni Alloh tarafga chaqirdi, da'vat etib bordi. Abu Lahab Rasulullohning og'zida turib deydi, uning itoat qilmanglar. O ota-bobosining dinidan chiqqan kazzob deydi. Mana mushu so'zlar butkul arablarning haji mavsumidan Janob Rasulullohning ishlari bilan chiqishga yapadi.
Ondan keyin Janob Rasulullohning zikri butkul arab ellarida keng ko'lamda tarqaldi. Allah mush o'qigan darsimizdan manfaatlanishga hem Janob Rasulullohning umumiy so'zlarini, oyat faoliyatlarini o'zimizning hayotida o'rnak qilib mangishga Alloh muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.